aniq qilib aytaman, bunaqasini hech qaysi restoranda ko'rmagansizlar. Rasmiylarni ramkaga solib chiqazib beradigan restoran haqida eshitganmisizlar? Men sizlarga shunaqa joy topdim. Sergelida joylashgan Nette restorani. Restoranning ichi ham juda ham chiroyli ekan. Instagramning fonlari ko'p ekan. Rasmga tushish uchun shunaqa chiroyli fotozonalari ham bor ekan. Restoran hovlisida ochiq havoda ovqatlanish uchun shunaqa chiroyli joylar ham qo'yishibdi. Ovqatlarining mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Salatlarning ta'mi prosta bomba. Mana shu xrustyashi baqlajonini juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Menyudan biz shatabaryan degan taomini yetdik. Mohir turk oshpazi shunday yoninglarda mana shunaqa shovla bilan pishirib berar ekan. Vau, juda ham zo'r. Bu shunaqa saryonlarda pishgani uchun juda ham mazali. Ustidagi sirlari, xrustyashi nonlari bilan gap bo'lishi mumkin emas mazasiga. Narxlari boshqa restoranlarga qaraganda ancha hamyonbop ekan. Va ularda hozirda chegirmalar ketyapti. Mana shu ko'rib turgan 3 ta setilarni atigi 99 ming so'mga olsanglar bo'lar ekan. Juma, shanba, yakshanba kuni oilalar bilan kelsanglar, rasmga olib, rasmiylarni shunaqa ramkaga solib berishar ekan. Bunaqasini hech qaysi restoranda ko'rmaganman. Bu restoran bizga juda ham yoqdi. Kelishinglarni maslahat beraman.